Hurmatli obunachilar, xudo xolasa akalar, bugun videoni oxirigacha ko'rsalaring. Mana bunday razrezli, juda ham chiroyli, yaxshi qo'chqorlarimiz akalar sotuvga chiqadi. Bo'lmasam akalar videoni oxirigacha ko'rib bittadan like-ni bosib turaverasizlar. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda mana bunday toza qonli arashan qo'chqor ishqibozlar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'idan, Arzonchilar O'tinchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Hop akalar, bugun hafta kuniga chorshanba 2026-yil akalar. Xudo xolasa 18-mart sanasida biz video syomkalarimizni boshlaganmiz. Bunaqa qo'ylarni kim chiqaryapti desalaring, xudo xolasa akalar, o'sha kanalimizda boshidan, o'zi kanalimiz ham yangi, kanalimizda o'sha boshidan qo'y narxlarini zo'r qilib yaxshi qo'ylar chiqarib berayotgan akamiz Dilmurod akamizni qo'y fermalaridan xudo xolasa. Assalomu alaykum. Dilmurod aka, tuzingiz charchamasdan. Xudo xolasa aka, bugungi ham qo'chqorni yaxshilaridan, ha? Xudo xolasa qo'chqorlarimiz bor 3 ta. 3 dona qo'chqor bor, ha, xudo xolasa. 3 dona qo'chqorni yaxshisidan bor akalar. Jonivor. Mana bu nima deyapti? Qirg'iziston. Dilmurod aka, bo'lmasa videoni cho'zmaylik, ma'lumotlarni beraylik aka. 2 tishdan 4 tishga ko'chirgan mana. 2 tishdan 4 tishga ko'chiryapti akalar, bo'ldi, gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 2 tishdan 4 tishga ko'chiryapti, xudo xolasa. 7 ishchi sog'lomliklariga nima deymiz? 7 ishchi sog'lomlikda muammosi yo'q, xudo xolasa. Hop, Dilmurod aka, endi bugun shogirdlar yo'q ekan, metrda o'zim olib berar ekanman, aka. Mana aka, metrda o'zimiz olib beramiz, xudo xolasa. Mana Dilmurod aka. Bitta o'lchab ko'rsatamiz. Hamma yo'q, chesni bo'lgani yaxshi-da baribir. Shunday ichidaman. Mana akalar. Xudo xolasa mana. 90 baland. 90 ga olaveradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 90 ga olaverasizlar. 7 ish sog'lomlikdan muammosi yo'q, bo'ylari 90. Razrezlar xudo xolasa degansa, dumpi maralashmagan, oyoq kengliklari ham udar variantidan olaman degan akalarimizga. Yuzlarini qaranglar, qo'chqor. Abdulmurod aka, endi buni barcha ma'lumotlarni aytdik, qolib ketgan ma'lumotlari bo'lsa so'rab olishaveradi. Narxida aka, narxini o'sha 9 million 500 ming. 9 million 500 ming so'mga ketaveradi, xudo xolasa. Uni aka 9 million 500 ming emas, sal yo'lida qilib kelishtirib qo'yib bering. 9 million 300 mingga ketaveradi, xudo xolasa. Gap yo'q aka. Ozmoz yo'l ham qo'yib beramiz. Ozmoz yo'l ham qo'yib beriladi. Hurmatli obunachilar, 9 million 300 ming so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ydi yaxshisini zo'rini olaman degan bo'lsalaring, telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, ishlaring afzalini bitadi. Qo'ydi zo'ri. Bir qo'yvaring aka, xudo xolasa. Charchab ro'zani kunida endi iloji yo'q. Qo'yvaring aka, bir yurishlarini ko'rib qo'yamiz. Mana akalar yurishlari, xudo xolasa. Qo'chqor haqiqatdan yaxshi narsa ekan. Akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, qo'ydi narx arzon bo'ldi, tavsiya qilaman. Bo'lmasa akalar, biz keyingi partiyalarimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Keyingi partiyalarimizga ham qo'ydi yaxshilardan chiqadi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, narxi arzon bo'ldi. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga chiqqan qo'ylarni qaranglar. Bittasi toza arashanidan, bittasini endi akalar to'g'risi Buxorskiy afg'on deydimi, buni bilmayman. Aniq bir haligi hozir do'rper qo'ylar chiqdi-yu. Ha. Shuna qaranglar aka-na. Rangi ashuni o'zi ekan, lekin menimcha do'rper bo'lmasa kerak bu. Do'rper emas bu, nimaga do'rper dumi bo'ladi. Hop, bitta arashan, bitta Edilbay do'raylik, Edilbayga ko'proq tortyapti bu. Bitta arashan, bitta Edilbay do'ramiz akalar, endi yana o'zlaring bilasizlar. Aniq garantiyasi yo'q narigisini Edilbaylarga, lekin buni haqiqiy arashan kelishgan chiroyli narsa. Stoykalari ham zo'r, xudo xolasa. Dilmurod aka, bularning bo'y baslari qanaqa? 80 balandga olishaveradi. 80 baland, 80 ga olishaversin. 80 ga olinglar akalar, xudo xolasa. Ashi 1 sm o'tib berganimizga akalar bittadan like-ni bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. 7 ish sog'lomliklariga nima deymiz buni aka? Bir hafta garantiya. Bir hafta 7 ishda sog'lomlikka akalar garantiyalari bor, xudo xolasa. Qo'ydi yaxshisini olaman degan akalarimizga mana tuyoqlar hamma tomonlama kelishgan, oldi ko'raklari ham zo'r. Dilmurod aka, buni narxlari qanaqa narxi? Ikki o'g'ri bir joyga 12 million 500 mingga beraman. 12 million 500 ming so'mga ketaveradi, ha? Hurmatli obunachilar, 12 million 500 ming so'm ketaveradi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hop, aka, buni xudo xolasa xayr sunnatiga bir o't beradigan joyi bor, telefon qilsa. Qo'yib beraman. Telefon qilsalaring akalar, xayr sunnatiga o't beriladi. Shayda o't bering. Qancha o't bering? 100 ming o't bering. Yo'q, bo'ladigan qilib bitta o't bering bu. 500 ming o't beraman.
500 ming so'm. 500 ming. 12 million. Joningiz sog' bo'lsin aka. Mana. Hurmatli obunachilar, 12 million so'mga jupini olaman desalaring telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yda xudo xolasa go'zali, yaxshisi chiroyli variant akalar. Yaxshisini zo'rini olaman degan akalarimiz telefon qilib aloqaga chiqinglar, bugun ishlaring bitadi. Bundan keyingi partiyalarimiz bormi yo'qmi aka? 5 dona haligimiz bor. Nima deydi? Sovliqmi? Sovliqda haligi. Sovliq chiqarmagansiz-da siz-a? Sovliq chiqarmaganman-da. Yarichka deydimi? Yarichkalardan bor ekan akalar. Bo'lmasam biz ana shu qo'ylarimizni olib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib akalar bittadan laykni qizg'onmasdan bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga chiqqan mana bu Arashan yarichka sovliqlarga bir martadan baho berib qo'yamiz akalar. Qo'ylarni qaranglar. Chiroylisini, go'zalini, yaxshisini olaman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Hammasi kelishgan, dumbiratda bir osilgan dumba, unaqa hunugi yo'q ekan, Dilmurod aka. Gap yo'q aka. Qo'ylardimda ko'rib aka o'zimni ham ishqivali qo'yga ishqivozmiz o'zimiz ham aka. Ishqivozchiligimiz ortyapti aka. Ko'kidan ham bor bitta. Akalar xudo xolasa kanalimiz yangi, bittadan laykni bosib tursalaring bo'ldi akalar. Sizlardan ham bitta narsa o'sha bittadan laykni bosib kommentariyaga iliq fikrlaringizni bildirib turinglar. Soni 5 dona ekan. 7 ish sog'lomliklariga nima deymiz buni? 7 ish sog'lomligiga bir hafta. Bo'ybaslari qanaqa? 75 yoshi olsun. Bo'ybaslarini akalar 75 ga olaverasizlar. Xudo xolasa 75 plyusda ham chiqib qolsa kerak. 75 plyus ham chiqadi, 70 bilan 75 dan baland o'shanga olishaveradi. Gap yo'q aka. Bu qo'ydi quloqlarini qaranglar. Jonivorlar haqiqatdan chiroyli, yaxshi narsalar ekan. Dilmurod aka 7 ishda hamma tomonlama garantiya. Garantiya bir hafta Hop, xolos. aka haligisiga garantiya beraman. joniga garantiya berilmaydi xolos. Sindirib qo'ysa, bo'ktirib qo'yganiga garantiya beraman. Lekin yebishchiga, sog'ligiga garantiya beraman bir hafta. Gap yo'q aka. Dilmurod aka endi buni bunday gapda aka, buni narxlari qanaqa bo'ladi? Nech pul qilib beramiz? Bu Oxiriga taqalgan bitta beradigan, sotadigan narxingizni aytsangiz bo'ldi aka. Navruzbek O aka. qo'zilarni 6 million 200 mingdan beraman. 6 million 200 ming so'mdan ketaveradi, xudo xolasa. Bir joyga. Xudo xolos. Donalab olgangachi? Yedisi borda. Donalab olganga plus minus qilib beriladi akalar. Bo'lmasam akalar, bugungi videolarimiz mana shular edi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar, qo'yiladi narx haqiqatdan realni arzon, zo'r narxda chiqdi. Hop, telefon qilib aloqaga chiqinglar, kanalga bittadan laykni bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Xudo xolasa kanal yangi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha akalar.